Nikolay Nosovning Bilmasvoy va do'stlarining boshidan kechirganlari. Bilmasvoy va do'stlarining boshidan kechirganlari ertak romani bugungi kunda butun jahon bolalarining sevimli asariga aylanib ulgurgan desak xato bo'lmaydi. 1954-yilda yozilgan ushbu asar 1958-yildayoq bolalar shoiri Po'lat Mo'min tomonidan mahorat bilan o'zbek tiliga o'girilgan. Yillar o'tsa-da, o'z qimmati va mazmun mohiyatini yo'qotmagan mazkur ertak romanning bu galgi nashri esa tamoman yangi qiyofa, yangi dizayn hamda yangicha ruhda qo'lingizga yetib bormoqda. Mazmun o'sha, ammo bolajonlarimizning qiynalmay mutolaa qilishlari uchun aslida biroz qisqartirilgan, qahramonlarning rang-barang suratlari bilan boyitilgan. Mazkur ertak romanning yangi talqini maktab yoshidagi kitobxonlarimizning tafakkur va tasavvur olamini yanada kengaytirishga xizmat qilishi tayin.